Assalomu alaykum barcha Instagram ahliga. Bir ikki kundan beri yomg'ir yog'yapti. Shuni hisobiga dam olyapmiz. Dam olgan paytda zamaskalarni qilib, polni ko'zdan kechirib, polni vozdux filtrlarini hamma yo'g'ini tozalab qo'yapmiz. Ishga tayyor holatga qo'yamiz. Xudo xolasa yillar sergib qolsa, quyoshlar chiqib tursa, yana bosamiz inshaalloh. Sizlardan maksimalniy poddesh qilib tursanglar, internetda ish qilishlarini, polni nima ish qila oladi, nima ish qila olmaydi, hammasini qo'yib boramiz. Bu xalq bilish kerak, bu nima ish qila oladi, qila olmaydi. O'zbekistonda yangilik uchun mini texnikalar ko'pchilik tushunmayapti.